Bolalar. Uzra. Nima qilyapsiz? Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Kallani ishlating, meni gilomimi, menga o'tganmidi u? To'laysiz pulini. Bo'ldi, uka, hop, baqir chaqirmayman, to'laymiz. Kira turibsiz-ku. To'lamay ham ko'ringchi, nima qilar ekanman? Odamlar ham g'alati, aka, ko'rmaysizmi? Aka, yosh katta odamga unaqa muomala qilmang. Siz aytgan gilomchadan yana bor aka. Ustiga ustak narxlari arzon. Bo'pti, ko'p aqllilik qilmang. Mana gilonchami yangisiga alishtirib, dastavkani tezlashtirib beringlar. Men ketdim. Aytgancha, pulini boboy to'laydi, bulaganini qo'ltig'iga qistirib qo'yinglar. Qaramay qolibman-da, Palakat aka. Mashina pulini hisoblab bering menga. Siz bunisiga hijolat bo'lmay, o'zimiz to'g'irlab jo'natib yuboramiz. Mo'l o'lchadi 2,5 ga to'g'ri ekan. Shu necha pul? 450 ming. O zaman unisini ko'ringchi. 3 ga 4,5 bu. Necha pul? 650 ming bu. O zaman gilomimizni ko'ring, 3 ga 7. Voy, o, necha pul ekan bunisi? 750 ming. O zaman 3 ga 4 qalinroq gilomimiz bor. Momog'da yumshog'i necha pul bu? Bu ham 750 ming. 750 ming. Hay. Gilomlaring ma'qul, narxi ham ma'qul. Mana ulpatlarim borda bir ikkita chollar, o'shalarga adres qana tushuntiraman. Manzilimiz Marg'ilon Nadirmat metan ro'parasida. Otaxon kelib tursinlar. Dillar gilam baza xizmatingizda. Sog' bo'linglar, salom alaykum.